Hozir menga ko'ti yuvilmagan mulla обращение qilibdi. Hamma kommentariyasida maqtayapti, sizlarga xalq nima bo'lgan. Egam aka, men sizni nima uyingizga Sabrinani olib borib qo'ydimmi? Yo sizdan 1 so'm so'rab qo'ydimmi? Yo uyingizga bostirib borib oldimmi? Yo sizning ovqatingizni yeb qo'yyapmanmi? Yo sizning noningizni yeb qo'yyapmanmi? Mullaka, sizdaqa mullakalar to'lka og'izga ham yo'qda tiqavergandan keyin 1 so'm foydasi tegmagandan keyin xalqqa men chiqdim-da, akajonim, ili opa deyman. Ko'ti yuvilmagan mullaka, ko'tdim deb bujmetirib, qisib o'tirsangiz bo'lardi dalsha. Sizdaqa mullakalar yordam bermadi-da shu qiz bechoraga. Hech kim chiqmadi-da. Hech kim yordam bera olmadi. Men chiqdim, bir kunda 200 million pul to'plandi. Amaki, sassiq, ko'tni yuvgandan ko'ra savob ishlar qilsangiz bo'lmasmidi, amaki? Turkiyada soat 12 bo'ladi. Men operatsiyadan kelganman, hamma yo'g'im qon bo'lib yotibdi. Sochlarimni ichi qon. Soat 12 bo'lyapti. Men hali ham Sabrinadan xabar kutib o'tiribman. Operatsiyadan keyin odam uxlash kerak, lekin men hali ham uxlamayapman, kutib o'tiribman. Sabrimni tiyib. Kecha men aytdim, nechida uchib kelyapsizlar, biletingizni tashlang desam, opa hech kim bilmay qo'yaversin, men sizga xabarga chiqaman, o'zim joylashib bo'lganimdan keyin xabarga chiqaman dedi. Xo'p dedim, mayli, men bilmay qo'yavering nechida uchib kelayotganingizni, lekin kelganingizdan keyin обязательно menga xabar bering dedim. Aeroportda ham video snimat qilib jo'natib boribdi, kelyapmiz mana deb. Lekin menga hali xabar berishgani yo'q. Hali ham kutib o'tiribman, soat 12 bo'lyapti. Bilmayman nima bo'lyapti, tushunmay ham qolyapman, boshlarim og'rib ketdi realno. Nimalar qilishyapti, nima bo'lyapti, umuman tushunmayapman. Men endi kichkina qiz emasman, 42 ga kirgan xotinman, katta. Yosh bolani o'yini qilmasdan, opa, xavotir olmang, biz uchib keldik, bo'ldi bu yog'iga o'zimiz qilamiz deb qo'ysa, men sizlarga ha bo'ldi, o'zlari qilar ekan u yog'ini deb aytib qo'yaman-da, yelkamdan toq ag'dariladi-da, spokойный hayotimda yashayman. Bilmayman nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, tushunmayapman va вообще o'zim ham. Kecha uchib kelish keraklik paytida biz bu yoqdan O'zbekiston havo yo'llariga telefon qilib, kolyaskalar gaplashib, hamma yo'q gaplashib qo'ydik. U yoqdan ham olib chiqishiga gaplashtirib, hamma yo'qda qilib qo'ydik. Bilmayman nima bo'lyapti. O'zim ham tushunmayapman. Svязga chiqmayapti. Kutib o'tiribman, soat 12 bo'lyapti. Nima qilay men, odamlar, nima qilay? Indamay yo'qoravering bu temani. Pul to'plandi, pulda отчетini berib qo'ydim sizlarga. Sabrina o'zi ham ko'rsatdi. Bo'ldimi, men temani to'xtatib qo'yaveraymi, tushunmayapman. Uchib kelganimni hech kim bilmay qo'yaversin, uchib ketayotgan vaqtimni ham hech kim bilmay qo'yaversin dedi. Xo'p dedim. Bu sizni ixtiyoringiz dedim. Vrach tanlashda ham bu sizni ixtiyoringiz. O'zingiz xohlagan vrachda qildirasiz dedim. Lekin biz uchrashib ko'rishmoqchi edim, prosta suhbat qilmoqchi edim, bilmayman, mayli. Agar o'zlari vrach topishgan bo'lsa, bu temani to'xtataylik unda. Bu temani to'xtatib, отчетni ko'rsatib qo'ydim, qancha pul to'plaganini, pulni onasi bilan o'zining kartasiga to'plagan. U yog'iga endi bu temani yopamiz shekilli, umuman. Men hozir shuni tushunib yetyapmanki, men to'lka pul to'plashga kerak edim xolos. Ularda o'zlarining plani bor edi shekilli menimcha. Shunaqa xayolga kelyapman-da endi. Pul to'plandi, уже hamma yo'q planlari bo'yicha, hamma yo'q o'zlarining plani bo'yicha qilishyapti shekilli. Lekin men o'yladimki, u vrach biz topgan vrachda operatsiya qiladi, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'yladim. No, это ее выбор, это ее anaqasi. Tanlagan narsasi, endi men bilmayman, endi birovni majburlamayman-ku. Так что men отхожу, наверное, от этой дела. Не знаю. Ну, xabar berib turaman nima bo'layotganini, agar yozib tursa, xabar berib turaman. Lekin aeroportga uchib keldik dedi. Keldik biz, uchib keldik dedi. Bo'ldi, shu bilan yo'q. 3 kun, 4 kundan beri Nihol dugonam, Munisopa hammasi aralashmang deyapti. O'zlari shuni xohlashyapti, qochib yurishibdi-da endi. O'sha proyekt boshlaganimizdan beri hammasini davolashga olgandan keyin bu yerda представителimiz telefon qilyapti, ular ko'tarmayapti. Biz telefon qilyapmiz, ko'tarmayapti. Endi pul to'plam bo'lgan-ku. Endi qoldi to'lka bu yoqqa uchib kelish, vrachga borish, operatsiyaga yotish. Yo'q,
qochib yurishibdi, больницада paydo bo'lib qoladi, bir bilet atmay bo'lib ketadi. Tushunarsiz narsalar bo'lyapti-da. Shuning uchun men наверное, лучше aralashmasdan ishim bo'lmay qo'yavergani yaxshiroq shekilli, если ush shuni xohlashayotgan bo'lsa. Я не понимаю, короче. Я больше лезть, наверное, не буду. Потому что o'zim hayotim qolib ketyapti, реально. Dushanba kundan universitetga borishim kerak. O'zim hayotim chetga surib qo'yib, jon kuydirib yotibman, bесполезно. Menga уже aytishuvdi, shu aralashmang, qanaqadir ular proyektda bu yerga rejissyorlar bilan kelishadi bular proyekt snimat qiladi bu yerda. Siz xalaqit beryapsiz, ularda o'zlarining vrachlari bor. Siz vrach topdim, unaqa topdim, bunaqa topdim deb qo'rqityapsiz u qizni desa ham ishonmabman-da, mayli oxirigacha olib borib qo'yay deb. Короче, все. Я лезть больше не буду. Я до 12 часов уже даже 12 o'tdi. Kutdim, bo'ldi. Я больше лезть не буду. Как хотят, что хотят, то и делают. Meni vazifam pul to'plash edi. 300 million 655 ming pul to'plab berdik. Bo'ldi. Bu yog'i mendan uzoqda. O'zimizni hayotimizni yashaylik, birovnikida yashamasdan. Baxtli hayot kechiraylik. Ayol bo'lish qanchalik qiyin va murakkabligini davom etamiz. Menda hozir og'riq ancha to'xtab qoldi. Voy, abizbol ichib oldim 6 ta. Tomim ketib qolaydi deb 6 ta abizbol ichib yubordim. Вот такие вот дела. Shu sochimni ichida nima qildirdingiz deyotganlarga. Sochimni ichida bunaqasiga shiram bor edi. Plastik xirurg Kolesnikov podtяжка litsa qilganda, maytimdan keskanda sochim orasidagi kengayib ketib, shiram kattayib ketgandi. O'shani kesib olib tashladik, shtobi sochim orasida как будто kalga o'xshab ko'rinmasin deb, tushundinglarmi? Go'zallikda bo'lsin dedik. 10 kunda уже повязкani yechib, bunaqa iplarni yechib tashlaymiz. Tug'ilgan kunimgacha go'zal ayol bo'laman. Ertaga borib ko'zlarimni tagini ham ertaga emas, bir 2 kun 3 kun o'tgandan keyin achib ketgandan keyin ko'zimni tagini ham to'ldirib kelaman. Yengil qilib, потому что gellarni eritib yubordim-ku hammayoqdan. Shunaqa gaplar. Lekin mana pitno, ikkita pitno yuzimni haramini chiqardi. Bitta qanchiq. Hammaga xayrli tun. Ertaga kunduz gaplashamiz. Go'zallar go'zali. Men ham uxladim, soat 1 gacha kutdim, yetarli darajada. Uxlayman endi. Men sizlarni sevaman, sizlar meni sevinglar. Muhabbat bizni tark etmasin. Shunaqa yaxshi ishlar ko'p qilib turaylik. Chingizxonga o'xshab qoldim. Все, boryapman Sabrinani oldiga. Yo'lga chiqyapman hozir. Borib men sizlarga aytib beraman.